Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz qarindoshlar, hammanglarning har joydagi mushu vaqti xayrlik bo'lsin. Bugungi Amerika Uyg'ur Akademiyasi suhbat programmasiga xush keldinglar. Kamina Gulnar Azizdan sizlarga o'tliq salom. Bugun biz dunyoning har qaysi joylaridan Amerikaga kelib o'qishni orzu qiladigan qarindoshlarimizga bu to'g'risida bir qancha programmalarni tonishtirish ve biliş dairemiz içinde uçur beriş maqsadida bu suhbatni o'rinlashtirdik. Bizning aziz mehmonimiz Harvard Universiteti Sharqiy Osiyo til va madaniyatlari fakultetining doktor Ashti tadqiqotchisi Olim Yusuf Efendi. Olim Yusuf Efendi, programımızga hoş geldiniz. Ve aleyküm esselam aziz kardeşler. Nayet hoş oldum. Aval Amerika Uyghur Akademiyasininki mana shundaq bir suhbat programmasini o'rinlashtirib, menga bir fursat berganligidan nayet memnun oldum, hoş buldum. Gulnar sizga ko'p rahmat. Vaqt chiqarib bu programmamizga kelganingiz uchun asli men rahmat aytaman sizga. Rahmat. Oldi bilan men Olim Efendini qisqacha bir tanishtirib o'tay. Olim Yusuf Efendi 2008-yili Markaziy Millatlar Universitetida qadimki Uyg'ur tili yo'nalishi bo'yicha doktorlik unvonini olgan. O'qish bitirib toki 2018-yiligacha G'arbiy Shimol Millatlar Universitetida 10 yil o'qitish va tadqiqot xizmati bilan shug'ullangan. 2009-yili dotsentlik unvoni olgan. 2015-yili Germaniya Goethe Universitetida bir yil ziyoratchi tadqiqotchi bo'lib turgan. Hozirgacha doktor Olim Yusuf Efendining Uyg'urcha, Xanzucha, Turkcha, Inglizcha e'lon qilgan 20 parchaga yaqin ilmiy maqolasi va bir ilmiy asari bor. U xizmat jarayonida cho'ng kichik tipdagi jami 3 tadqiqot turiga yetakchilik qilib, g'alabalik tamomlagan. Olim Yusuf Efendi Harvard Universitetining 2021-22 yillik akademiya yilidagi xatar ichida qolgan ziyolilar programmasiga iltimos qilib, tasdiqlanishi bilan bultur kuzda Harvard Universitetiga kelgan. Shuningdan buyon bu universitetning Sharqiy Osiyo til va madaniyatlari bo'limida doktor Ashti bo'lib, Uyg'ur tili tadqiqoti bilan shug'ullanyotdi. Doktor Olim Yusuf Efendi, qandaq shamol sizni uchirib bu bilim bo'shkiga elib keldi? Ko'p rahmat. Bu savol aytdi, mazmunliq yaxshi savol bo'ldi. Men buni o'zimning qandaq qilib bu oliy bilim yurt bo'lgan Harvardga kelishimdagi sabablarni bir qancha nuqtaga yig'inchoqlayman. Birinchisi, endi men 2018-yili vatandagi ig'ir kulfat va zulmlar tufaylidan xizmatdan ve özümninki urug'lik qoldirdim ve şu yurtdan ayrilib Turkiyaga kelgan bo'ldim. Bu jarayonda izchil mening o'ylovim xuddi bir qush qanotsiz qolsa ucholmagandek bir akademik uchun, bir tadqiqot uchun men 10 necha yillab, 20 yillab o'zimning kasbida, ilmida tadqiqotlar bilan shug'ullandim, shu jihatda izlandim. Turkiyaga kelgandim, bu jihatda izlandim. Meyli üniversiteler olsun, tədqiqat orunlar olsun, bu cəhətdə bir fürsətlər barmıdı, özümün kəsbini, özümünki şu qılıbat qaçdan tamamlaşdırğan fürsət barmıdı deb izlənib baxdım. Kiçik iş olsun, çoğun iş olsun, qilishga tirişdim bu yerdə. Amma özümün bir akademik orunni tepishqa jiq imkoniyat bo'lmadi. Shuning bilan dunyoning har qaysi joylaridagi şu qandaq tədqiqat orunlari bordi, qandaq programmalar bordi menga loyiq deb 2000 şu pandemik vaqtida uyda qapsilib qolgandikin biz bir fursat oldu. Shuning bilan nurg'unlagan universitetlarning, mayli Amerikadagi, Yevropadagi nurg'un fursatlarni bilib yetdim. Shuning bilan tekrar bir qancha qitim iltimos qilish orqali ba'zi yerlarning muvaffaqiyat bo'lmadi. Harvard Universitetiga qilgan iltimosim muvaffaqiyat bo'ldi. Albatta bu bir tarafi. İkinci bir tarafı olsa, elbette nayeti samimi dostlarının, ustazlarının, benim yakın buraderlerimden bana nurg'un uçurlarını ta'minladi, qo'lladi. Bana meyli tavsiye et yazıp bir olsun, namazat
özü yılki kandidat buluşum için özü alayda nimi yazıp verdi bana. Bularning mı elbette bu samimiy dostluklarını, yardımını unutup kalmayman. Muş fırsatda ularga samimiy rahmetlerimni, teşekkürümni bildirmen. Onundan başka en mühim bir sebeplerinin birisi vatanımız mışla bir egir köpet bulayotgan mışla şaraitda dünyanın her qaysi joylaridagi bir diqqat nokta Uygurlar qartıldı ma'lum jihatdan. Uygur ziyolilarning ko'p qismi vatanimizda tutildi, tutqun qilindi, turmuga tashlandi, ba'zilari hatto o'ldirildi. Mushundaq sharoitda nurg'un tadqiqot o'rinlari Muşu Uygur til tədqiqatı olsun, medeniyet tədqiqatı olsun, tarix tədqiqatı olsun, bizning an'anaviy münasibətlik medeniyetimiz, tilimiz şu tuproqda aşağı boğulayotgan, yo'qotilayotgan sharoitda ma'lum fursatlarmi bo'ldi. Demak, mush fursatlarmi mening Harvard universitetidan iborat bu oliy bilim yurtiga kelishimga sabab bo'ldi deyman. Shu 3 sabab mening uchun muhim sabab bu yerga kelishimda. Sizga ko'p rahmat. Rahmet, nayt yaxşı sözlep berdiniz. Endi bayam siz Harvard Üniversitetinden başka yana nurgun muşundaq türlerge iltimas qıldım dediniz. Hem bu şu oxşamagan türlerini bir tunuşturup bersiniz. Ko'p rahmat. Men Harvard Üniversitetiga iltimas qilish bilan bir vaqtda yana bir qancha programmalar iltimasini tan qildim. Hozir shu o'zimning iltimas qilgan programmalarni so'zlashdan boshqa turlarni ko'pchilikninki bundan keyingi iltimas qilishiga foydali va manfaat bo'lishini so'zlab o'taman. Birinchisi endi men shu uning inglizchasi IIE Scholar Rescue Fund deyildiken bunun Uygurcasını biz endi bunun to'liq atılışı The Institute of International Education Scholar Rescue Fund. Muşu türge iltimas qildim. Bu xalqaradagi endi eng cho'ng shu mush xatar ostida qolgan ziyolilarga yordam beradigan, ziyolilarni qutqizadigan muhim turlarning birisi. Hem bu tür qurilganigimi 100 yildan eshibdi, bir asr o'tdi. 1919-yili Ikkinchi Dünya urushi vaqtida mushunda bir töz ta'sis qilingan ekan. Bu türninki nimisi endi bütün dünya bunun asaslık organi baş tabi Amerika'nın New York şehrida bununki barliq başka şöbeleri dünyanın hem joylarida bor ekan 50 dan ortiq davlatda bu jamiyatninki şöbeleri var endi. Çünkü bu intayin muhim bir türlerinin birisi. Çünkü köpçülük bunu bir yağ tutup alsa IIE Scholar Rescue Fund. Men bu türgü iltimas qildim. Bu tür intayin qaplaşmış intayin ko'p bo'lgan. Hem Harvard Üniversitesininki mush türümü, mush türünün bir qismi, gerçi mustaqil bir tür bo'lgan bilan. Şuna bu tür dünyanın her qaysi joyidagi professorlarni, tadqiqotchilarni, lektorlarni, yozuvchi, jurnalist her qaysi kasbdagi bizningki dünyanın her qaysi joyida mushak ehtiyojli bo'lgan, xatar ostida qolgan, hem akademik jihatdan nadisi yüksek bo'lgan mushak kishilarni qabul qildi. Bu bir tür. İkinci bir tür Scholar at Risk Network SAR. Xatar ichida qolgan ziyolilar to'r fondi yoki to'r xizmat deyildigan. Bu 1990-yil qurilgan bir fondi. Bununki merkezi aynı vaqtda 99-yili Chicago Üniversitesi qurilgan ekan. University of Chicago. Andikin hozir ham buning o'rni New York ekan. Şu bu türmü bir ziyolilarni qo'g'dab qilish, yordam qilish, masalan şu nurg'unlar o'zining siyosiy bayonlarini bayon qilinmayotgan siyosiy erkinlik, fikr erkinligi, yozuvchilarning nurg'un jihat erkinligi mushtag'i nima uchirgan vaqtida shu scholarship ularga yordam beradigan bir tur ekan. Bumi qanday tur degan vaqtida bu tür asasen network şekilde bo'ladigan barliq universitetlarga tarmoqlar bo'ladigan. Shu universitetlarga xizmat tepish, shularga yordam berish, shularning har xil maoshlarini berish jihatda bu turmi intayin muhim turlarning birisi. Men hozir tilg'agan oldingi turlar mavjud dunyodagi eng cho'ng shu xavfchida qolgan ziyolilarni qutqilishdagi muhim turlarning birisi.
Endi üçüncü bir tür var. Bu şu Harvard Üniversitesi'ninki türü. Bu Harvard Üniversitesi men iltimas kılıp kelgen bu tür. Bu müstakil bir tür. Hem bu tür ABM'ga biz degan IIE Scholar Rescue Fund'a bağlanıdı. Bu türmü asasen kimlerge yardım berdi degan vaqtida mush xatar ostida qolgan ziyolilar, tadqiqotchilar, professorlar, aktivistlar, jurnalistlar, yozuvchilar ve san'atkorlar doirasi intayin keng mushu turdagi kishilarga yordam berdi. Ondan başqa bizningki yana bir so'zlamoqchi bo'lganimiz Harvardninki bu iltimos qilish vaqtimi har yili 1-oyninki 1-chislar bo'ladi. Shu oxirlashidi. Hozirdan boshlab iltimos qilish bo'ladi endi. Endi bizningki bayon qilmoqchi bo'lgan, ko'pchilik sunmoqchi bo'lgan 4-chi, 5-chisi Open Society University Network. Yani açık cemiyet üniversiteler tor. Bu asasen tordu buludu. Bununki web saytlarını günler birden tinkin üyet poz buldu köpçülükке. Bunun hemisininki linkleri var, web saytları var. Bunun tepsilatını hem de köpçülük tepsili aşağıdan köse. Bu asasen kimler yardım berdi degende tadqiqotchilar, professorlar, üniversite işligen, tecrübelik şu alimlarga, ziyolilarga yardım kılgan bir tür. 6-cı bir tür National Endowment for Democracy. Bu NED yani bu Uygurlarca qaraq bildi bu ne? Yani demokratiyaga yardım berish fondi ekan. Bu asasen şu cemiyetlerge berdi ekan ko'proq. Andiki shaxslarga bu fondiga erisha oladi ekan. Şu bunun bir ko'pchilik ko'rpaqsi bo'ladi. Andiki 7-ci bizningki ko'pchilik sunmoqchi olduğumuz yana bir programma ICORN. Bu kısaltılması International Cities of Refugee Network. Bunun to'liq atılışımı şuken. Bu asasen kimlerge berdi degan vaqtda jurnalistlarga, yozuvchilarga, san'atkorlarga qatorli o'sh jihatda xatar ichida qolgan o'sh jihat o'zininki fikrlarini, ideyalarini ifodalanmayotgan, bo'g'ilib qolayotgan mushu turdagi kishilarga yordam beradigan bir tur ekan. Bu Amerikada bizning hozir bayon qilgan ko'p qismi asos Amerikani asos qilgan yordam turlari. Lekin dunyoning har qaysi joylarida shu turlar bor. 8-ci tür CARA. Bunun ham to'liq ingliz nomi Council for At-Risk Academics. Xavf ostida qolgan akademiklar jamiyati fondi ekan. Bu fondinin asaslık yardım kılıç obyektleri yanında şu ziyaliler, professorlar, tadqiqotchilar, şu yazgıcı, şair, jurnalist, müşterdeki kişilerge ya ki diplomatlar varken, aktivistlar varken, şu ma'lum bir rayonga, ma'lum bir cemiyetke, ma'lum bir sahage alayet köz görüngen şu kişilerge yardım verilen türler. Ya bu türlerinin bu bunlar hem linklerini web saytlarına üretip verdim. Aşını köpçülük tepsili körü varsa aşınandır. Mesela onun da qanday kişiler iltimas qila alaydı, vaqt qachon, oxirlash vaqt qachon degan narsaning hammasini aytdinglar. Yani köpçülük deb qo'yilgan şu IIE Scholar Rescue Fund deganninki vaqti 10 kun qoldi, oxirlash vaqti. Mushunga jiddiyroq tutish qilsa o'g'irlaydi deb qarayman. Program hakkında türler qilmishchilik so'zlasak, qolganni ko'pchilik shu to'r bekatdan hepsini ko'rib olsa deb qarayman. Rahmat, ajringizga rahmat, Alim efendi. Aziz qarindoshlar, men yuqorida Alim efendi so'zlab o'tgan 9 turni so'zlab o'tdi. Hammasining ismini ham to'r ulanmalarini shu chat boxga qo'yib qo'ydim. Mishadan ko'chirib olib, hamda buni sizlar hammalar ayrim tafsiliy ko'rishga to'g'ri keldi buni. Bir yaxshi manba ekan bu shuni saqlab olsanglar. Endi bayam sizim azroq deb o'tdingiz, Alim efendi. Qanday kishilar bu turdagi programmalarga iltimos qilsa bo'ldi? Cho'qim doktor bo'lish kerakmi yoki yuqori unvonliq bo'lish kerakmi? Nayt yaxshi, muhim savol so'radingiz. Endi bu turlarning bir ikki dona nimasi bor endi. İltimos qilish bir sharti bor. Birisi xavf ostida qolganlar. Yani birisi akademiklar endi, ziyolilar deymiz.
Mesela bazılarında nihayeti ciddi bir xavf ostida qoladi. Uning ham doktorluk unvoni yo'q, magistrlik unvoni bo'lmasligi mumkin. Ama ilmiy emgakleri intayin ko'p. Akademik sahada bu o'zining sahasida bo'lsin, yoki bir millatga xizmat qilish sahasida bo'lsin, ma'lum bir rayon xizmat qilish sahasida bo'lsin, alohida ko'ngan shaxslar bo'lsa, doktorluk unvoni bo'lmasimi, u qattiq o'lchamni ilib tashlaydi. Mesela IIE Rescue Fund degani bunun da mesela doktorluk unvoni talab qiladi. Qattiq talab shu. Lekin zarur tepilganda o qattiq o'lchamni ilib turib, alohida to'pis qolganlarga xavf ostida qolganlarga yana beriladi. Shunga ilqi şu ko'pchilikning endi eskartib qo'ydig'imiz endi amalga doktor bo'lsa bo'ladi ekan deb ilqi o'zini tatmay agar magistr bo'lsa-mu yoki boshqa soat alohida ko'z ko'ringan yozuvchi bo'lamdi, jurnalist bo'lamdi. Sinab baqsa meningcha bizdek bugungi qolgan bir millatga nisbatan aytganda bir fursat ham talay bo'lishi mumkin. Şuna yan sınıf baksı yaxşı dep oylayman. Demek şu tor ulanmalar kirip bunundaki şartlarını kögen çağda mundaq şartları var. Doktor oluş gerek ya aspirant ya ki degandekler qarab turup mening şartım bunun düşmeydi ki dep lan bel koyup etmey. Yana urunup beqish gerek deyatsız. Elbet. Çünkü bizning programmaga kelgan biz ham ko'rib turyapmiz. Afg'onistondan kelgan, Suriyadan kelgan, Afrikadan kelganlarniki doktorluk unvoni yo'q. Alınmagan ama magister yoki hatta to'liq kursda ama natijalar alayda bo'lgan shu jamiyatga, shu millatga, shu qavmga alayda ta'sir ko'rsatgan bir shaxs bo'lsa, uningni tasdiqlash ehtimoli. Chunki buning o'zida melaqi eng muhimi xatar ostida qolgan, xavf ostida qolgan bir ziyoli bo'lishi bu intayin muhim. Demek özünün iltimasiga shuni nayt yaxshi yezish. Alayda. Bu akademik ilim adım bo'lmasimi, mesela güzel sanatda yoki bo'lmasa hunarvanchilik boshqa kasblarda mesela adabiyotda yozuvchi, shoir yoki artist shundaqmi? Shundaqlar bo'lsa-mu bo'ladi deysiz. Men uni qaysi kuni alayda so'zlashdikmi ishni? Ish program bo'lishdan burun deb o'shni bir aniqlab olaydi. Bu ayliqi oshundaq bir sizlarning millatdek yoki qanday bir millat bo'lsin, alayda bir ahvolda buni alayda muomala qilmaymiz. Albatta, bizning beshimiz kelgan kun boshqa bir millat kamida deb o'ylayman hozirgi zamonda. Shuningga u bizning ishimizda jiddiy qarash, ularning bir insonlik majburiyati. Men dedim mesela bizning medisinada o'zimizningki an'anaviy tibobat medisinamiz bor. 2000 yildan buyon taraqqiy qilayotgan nurg'un xalqimiz Turkiyada mesela professorlik unvoni bor, ammo nima unvoni yo'q buningki. Doktorlik unvoni yo'q. Bunun qanday qilmasa, işte alayda professorlarsa jiddiy muomala qilsin. Bunun yani imkonlari bor. Biz alayda kesib, alayda bir taraflarni biz alayda o'ylashimiz deb javob berdi. Qarindoshlar buni bilib olganimiz yaxshi bo'ldi. Amalba mushundaq bir turlarga iltimos qilib bu yerga kelishni o'ylash emas, mushuni keng tarqitib bo'lsa, atrofimiz shundaq insonlarimiz bo'lsa, hammasiga mush yo'lni ochib bersak. Shu qancha ko'p odam biz o'zimizni qutuldirsak, ondan keyin millatni qutuldira olamiz. Olim efendi, Harvard Üniversiteti'nin siz şu xatar ishida qolgan ziyolilar programmasiga iltimos qilib, bu programma hayat a'zolari tasdiqlagandan keyin shu bu yerga keldingiz hamda bo'ldir bayam deb o'tgandek. Shu jarayonni bizga tafsilroq so'zlab bersangiz, qarindoshlarimiz bir bilib olsa. Bo'ldi. Ko'p rahmat. Endi bu jarayonning o'zi nayt osondek tug'an bilan bir hech qanday bilmagan shu yo'lni bosmagan edingizdan nayt murakkab, ba'zi gangirash, tengirqash her xil savollar, masalalar yo'liqadi ekan. Endi balkim shu ko'pchilik foydasi bo'lib qolishi mumkin. Men dastlabda Harvard universitetininkini, yana bir programmani ko'rgandan keyin ikkisi tang iltimos qilaymi, qanday qilay deb ikkisi tang qilsak qanday bo'ladi? Bu bir qiyinchilik yo'liqdim. Endi keyin Amerikadagi do'stlarimiz, bizningki ziyolilarimiz va qilaverganda bir necha program ishim bo'lmaydi. Bu bir yaxshi fursat dedi. Shuning bilan ikki programni tang qildim. Aningga ay yig'imi qildim. Bu Harvard'ninki qildim. Demek endi mushundaq iltimos qilish masalasida ko'pchilik cho'qim hammasiga yoki 5, 6, 10 programga biraqlam qilib birisidan kelib qilish ehtimolli bor ekan. Men ikkisi qilgan Harvarddan keldi. Men Harvardni o'ylamaganda, aningdan kelib qolamiki deb. Harvard ham eng bir yuqori ilm makoni bo'lgan ekan, tas bo'lam deb o'ylasam, bu yerning menga nisb bo'ldi, Allohga shukr.
Endi bu jarayonda biz birinchi aşmaslik yo'l ekanmiz. Ikkinchisi hamda buningga nima ketib desangiz, cho'qim o'zimizning CV'lari yangilab turish kerak. Yani tercüman deysiz, Tercümalimizni, onun içindeki mezmunlar hamda. Meyli o'zimizning ilmiy tadqiqotlari bo'lsin, meyli qatnashgan konferanslar bo'lsin, shu nima ish qilgan bo'lsak, zodi o'zimizning kasb bilan munosabatlik xalqimizga qo'shgan bir nima ish bo'lsin, shuni biz shu nimamizga tarjimalimizga yezib yangilab turishimiz pek muhim ekan. Andiki yana bir muhim narsa hamda shu jarayonda referens pek muhim ekan, ya'ni tavsiya xati professorlarninki, tədqiqatçılarning, bu shu sohadagi dangliq bir professorlar bo'lsa texi yaxshi. Buning bilan davomli ilmiy aloqa qilib tursak, shu vaqt kelganda bizning ba'zi jiddiy bo'lib qoladi ekan, shuni taqlab qo'ysak texi yaxshi ekan. Bu tavsiya xati dedik. Bu jihatdan de bunbek muhimligini his qildim iltimos qilish jarayonida. Yana birisi o'zimizningki shu mayli kishilik nimamiz bo'lsin, personal statement deydi ekan. Düşündürüş. Bayanımıza özünüzü düşün. Şahsi bayanımız, endi akademik tədqiqat bayanlarımız, akademik statement deydiken, endi coverlerdir. Bizdinki qilmoqchi bo'lgan planlarımız. Aş üniversite varsa nima ish qilaman? Bir yil jarayonida yoki 2 yil va 2 yil jarayonida qandaq bir tadqiqot bilan shug'ullanadigan shu narsalar intayin muhim ekan. Undan başqa yana nima ishlar muhim degan vaqtda bizning ba'zi pasportlarimizning vaqti tugab ketadi, pasportimiz bo'lmaydi. Buning masalan qanday muomala qilish kerak degan gangirab qoldim masalan. Mening pasportimning vaqti tuggan. Qilaverdim, ammo bir yerdan yo'l chiqadi deb tavakkul qildimda pasportimning vaqti tuggan. Shunda olsin bir yerdan chiqadi. Bu narsalar yo'l qo'ydik ekanmiz, viza ishlari bor ekan, endi oilamiz bo'lsa, oilamizni, bolalarimizni ilib kelamamdik degan nurg'un masalalar iltimos qilish jarayonida biz yo'l qo'ydigan, bizni qiziqadigan masalalarning biri ekan. Shunga ham do'stlarimiz jarayonida xalqimizga deydigan gapim, mush programma iltimos jarayonida ashning ishidimi bor. Siz masalan viza ishlaringiz qanday bo'ladi deganda viza ishlarini hal qilib berdi. Pasportingiz bo'lmasa, vaqt o'tib ketsa deganda uningmi bir nima chiqarib beraylik ekan. Chunki böyle xavf ostida qolgan ekan, jiddiy vaqtlarda jiddiy shunga bularni Turkiyadagi boshqa yerdagi shunday alayda mushunga tushadigan qarindoshlarimiz bo'lsa, tez suratda mushunga urinib baqsa, mushuni qilib baqsa, yaxshi deb o'ylayman. Men 6 oy shu iltimos qilishdan toki tasdiqlanguncha 1 yil vaqt ketdi men. 9-oyda iltimos qildik, 11-oyda keldim. 1 yil 3 oy vaqt ketdi, chunki pasport yo'q. Yan iltimos qilgan nurg'un masalalarga yo'liqdik. Demak, mushularning hammasi bir iltimos qiluvchiga nisbatan intayin mumkin. Shu oilangiz bo'lsa, oilangizning tartib men ilib kelalaydi ekansiz, vizitlarni qulaylik yaratib berdi ekan. Boshqa yana ya kelgandan keyin bolalaringizning o'qish ishlari, sug'urta ishlari, nurg'un ishlarda qulayliklar bor ekan. Shuni andish qilmay xalqimizningki mushu fursatni chingitsa deb o'yladim o'zimning tajribalari bo'yicha. Demek şu sahipxon bo'lgan o'rin sizning shu berish, kelish, hatto agar keyin qaytaman desimi, yoki bo'lmasmi shu aeroplan biletlari, oilangizni o'rinlashtirish hamma ishingizga shu sahipxon o'rin mas'ul bo'ldi. Shundaqmi? To'g'ri dedingiz, to'g'ri. Sahipxon o'rin biz endish qilgan nurg'un savollarga shular javob beradi, ham shu masalalarni hal qilishga aktivlar yordam beradi. Chunki xalqimiz bu jihatda bir tavakkul qilib baqsa, bir urinib baqsa, to'g'ri. Shu deb o'yladim. Demek bunun aldığı degenimizdek şu her daim biz özümüzden tercümalını kimler eğer şundaq bir Türk iltimas qilsam bana kimler bana tavsiye et yazıp bereleydi degan kişiler bilen alaqını üzüp koymay barlıqlarda muamele münasebet qılıp duruş anan degan özününki şu akademik bayani yoki tadqiqot planı ve özünün şahsi hayatını nima uchun men xatar ichida qoldim, men nima uchun shu iltimos qilman degandek materiallarni her daim aşı yenilar tayyor qilib turish kerak ekanda. O'xshamagan programmalarga iltimos qilish to'g'ri kelsa, shularning talebiga moslashtirib, o'zgartirib yerlarni o'zgartirib darhol tayyor qilish hisobda bir mushu hujjat xaltasida shu materiallaringiz her zaman tayyor bo'lib turish kerak ekan. To'g'ri. Masalan, ABM dedik, biz 9dek programmani dedik, 8ni debdik. 9ni biz linkisi bor. Bunun için 100 program var. Şunun için sizge mos keladigan bir programma chiqib qoladi. Demak, izlash kerak-da, izlaganda kimda men narsa taq bo'lsa, bir
1-2 saatin içinde hemmisiga yo'l yutalaymiz degan gap. Bizda ya haq ketmaydi, aqlinmaydi. Bu nayt qolay ya. Uyda o'tirib internet bo'lsa, kompyuter bo'lsa, qo'lingiz material tayyor bo'lsa, evet deversiniz bo'laverdi. bu bir xizmat izlash o'xshaydi. Siz xizmat izlagandek, mush programma mening xizmatimga maash yurdi bizga. Albatta. Şoňa endi buni şu xizmatga muomala qilgandek, hayotimizga muomala qilgandek jiddiy qarasak, meningcha qarindoshlarımizga tamamen ehtimollik bor deb o'ylayman. To'g'ri, tavakkul qilib daraxtning uchidan yo'l chiqib qoladi deb bir niyat qilib baqsak, hal bo'lib qoladi, ha? To'g'ri dedingiz. To'g'ri. Bu programmalarga iltimos qiluvchilarga ingliz tili o'lcham bormi? Bu bir yaxshi savol oldu. Nurg'ulg'an programmalarning ba'zi ingliz programmaga qattiq o'lcham bo'ladi endi. Mesela diplomluklar var, bazı bilim aşırışlar var. Ama mavi programınınki keskin İngilizceye talep yok. Mesela İngilizce aslında pişik olsun deydiğen talep yok. Ya onda bir nemi talep kılmaydı. Mesela ya IELTS'nin ya başka internet neticelerini talep kılmaydı. Biz şu alaka kiralisek, aşılar bilen bir günlük alaka kiralisek olurdu. Ama şunun kirenmeydiğen kerindaşlarımız bulap, neticesi alaydı bulap mesela. Xevp bastı qalğan bolsa bir tərcümə yolla ciddi. Çünki 5 xil tildə nimisi var, aş veb-saytında. İngiliscə var, türkçə var, parisçə var, ərəbcə var, ispançə var degəndək 5 xil tildə biz aş veb-saytını toluq görüb düşünələyimiz. Zürət yapılğanda hətta türkçəmi tavsiyə xət yazsa, aşnamı qəbul qılınır deməkçi. Şu İngilizce eğer bilmeyeyim ben abay basam nimiş kılam demek. Çünkü bir yer çılımı terbiyeleydi, ayaksız terbiyeleydi bir yıl. Yani nurgulgan şaraitlarını yaratıp berdi. Rahmet bunu bilib ağınımız yaxşı boldu. Demek İngiliz tili ölçem yok. Şununla qaysı tilni yaxşı bilsiniz, hamisha kelgandan tadqiqotingizni shu til bilan qilsangiz bo'laverdi. Faqat oddiy bir so'zlashish, o'zingizning turmush imkonidan chiqish azroq saviyangiz bo'lsa, qolganini kelgandan keyin o'rganib olasiz. To'g'ri. Programmalar bor demak, ha? Yaxshi bir fursat. Yaxshi bo'ldi. Bu programmaning normalda vaqti qanchalik bo'ldi? Buni agar 1 yillik bo'lsa, yana uzatqil bo'lamdi. Bu bana ait kelgandan keyin o'ylashadigan bir savol, ait muhim bir savol. Normalde bizning Harvard Üniversitesininki 10 aydan 12 ay deyildi, 10 ay berdi. Andikimiz ABM degan intayin cho'ng bo'lgan IIA degan xalqaro ma'rif institutininki ziyolilar yordam fondi. Bu normalde 1 yil, ama 2-nji yili, hatta 3-nji yiliga ulab beraydi. Şunlayıp birincilik kelgandan aplan nimish qilamiz, darrov şunun peyda turib, yoki nima g'oz tutaysan shuningki peyda ol, yoki toshqon tutaysan shunun peyda ol degandek, darrov ikkinchi bir programmaga biz harbiy holat turib materiallarimizni tayyorlab qilsak, ikkinchi bir programma yana chiqadi demakchi. Demak 3 yil hatta 5 yilgacha iltimos qila olamiz bu programma. Dastlabda 1 yillik deb kelgan bilan kelib olgandan keyin ondan uni ham to'xtamay izlanib, yana iltimos qilib, men uzoqroq tursam bo'ladi deb şu programma komitetiga iltimos olsangiz, onu uzatib berish ehtimollar bor. Shundaqmi? To'g'ri. Ya müşaning mesela men Harvardda o'qigan bo'lsam, Harvardga sunaman yoki boshqa ABM degandek bu Amerikada o'zdek universitet var. Müştan qaysi biriga o'zimizning kasbiga mos keladigan, ahvolimiz mos keladigan, qiziqadigan bo'lsa, qabul qilish ehtimolliqi bor. Shunga yanada uzartish ehtimolliqi bor deb qarayman. Siz kelgan universitetda ham uzartish emas, mishada turib, o'sha Amerikadagi yoki universitetlarga yana to'xtamay iltimos qilib, yo'tkilib turib tursangiz bo'ldi. Demak, buning vaqti albatta bu shu xatar ostida qolgan ziyolilar deganninki vaqti 1 yildan toki uzarsangiz 3 yil yoki hatta 5 yilgacha bo'ladi. 5 yil. Bizga J1 viza berdi. J1 viza normalda 5 yil ham. Shu uzartib ishlay olamiz demakchi. C1 degani shu ziyoratchi tadqiqotchilarga berilgan viza. Hatta ailesining ishlash huquqini berdi. Bir ayol kelgan bo'lsa, menga J1 ni bersa, ayoli bolalar ishigidek bo'lsa J2 deb J2ni berdi. Shular xizmatda ishlash nimasi bor. Albatta, bu yer kelgandan keyin bir 2 oy ichida Social Security degan bir karta nomerlari chiqadi. Undan keyin xizmat qilsa bo'ldi deydigan kelishkilar chiqadi. Shundaqmi? To'g'ri. Nayt yaxshi, rahmat. Endi siz shu Harvard universitetiga kelgandan keyin, demak shu 1 yil bu yerda turdingiz hisobda. Qandaq ishlarni qildingiz? Undan keyin shu universitetda siz sizga eng ta'sir qilgan taraflari qaysi universitetning? Shuni bir o'rtoqlashsangiz. Rahmat aytdi bir
Yaxşı sual sordunuz. Endi Harvard Üniversitesi bizningki bulap men özümni oylasam bir arzuyum tushum desem boludu. Kelgendan keyin haqiqatan endi Harvardga kelgandan keyin nurg'un ta'sirotlarga ega bo'ldim. Vaqtni tez o'tib ketdi endi. Bilibki biz Turkiyada 3 yilning bu bek uzundek tuyulgan bana ama Harvard'daki ma bir yıl hayat tez o'tdi endi. Minut sekund qo'g'lishib ashunda g'alati vaqtdan vaqt. Bu yerden en men ta'sirlantirgan narsa birisi universitetlarninki, mush kutubxonalarninki meni eng jalb qildi. Mesela 100'den ortiq kutubxona bor ekan, endi men ko'proq eng cho'ng kutubxonaga voydinar deb dunyodagi shundaqmish Amerikadagi eng cho'ng kutubxonalarning birisi ekan. 100 yıllık bo'lgan. Endi mush Uyg'urcha kitoblarningmi, xeyli ko'ni kitoblarni digital qilgan qismlarini topqili bo'ldi ekan. Hatto o'zim Xitoy nashr qilgan o'zimning kitobini qarsam bor ekan. Demek yani Uyg'urcha kitob, Xanzucha kitob, her qanday kitobni biz topimizsak, Harvard Üniversitesining kutubxonasini topa oladi ekanmiz. Bir tadqiqotchiga nisbatan, bir ziyoliga nisbatan, bir o'zimning kasbini qilindigan odamga ajoyib bir fursat bor ekan. Şu anda bu cihetinin en eskiğinin bu Harvard'ın kütüphanelerinden paydalanış, müşkelgeller için intihan yaxşı fırsatken. Endi Mozilla mı çoğun Mozilla barken. Ondan yanı başka mı şu profesörlerle men nurgul leksiyalar qatnaşdım, derslerge qatnaşdım. Endi profesörlerim acayip astoydil ders ödediken. Neliki bizde o çıkıyat ders anladık mı? Amerika'nınki hem de Harvard'ınki. Men nimkisem darsxonada balalar kompyuter, telefon deganda men ko'rib o'tirganini ko'rmadim men. Chiqmay qarab baqdim. Hammasi jiddiy holatda yo yozayotgan yoki bo'lmasa analiz qilib, shu professor qandoq bir savollarni so'rayman. Munoziralar bo'lib ketdi. Chunki men cho'ng bir lecture dars qatnashgan, ochiq. Buningda munoziralar, ochiq munoziralar keskin bo'ladi ekan. Professormi shunga hem de benim bir taylaylık yerim profesörle birlikte tutudum bir yıl jarayonida. Şu profesörün dersini anlaşma men uchun bek fursatli oldu. Nima dese, şu profesör her ders vaqtida çoğunca bu 20 yıllık, 30 yıllık tecrübesi bolsunmu, dersga acayip tayyorlik qildi ekan, yengilab turdi ekan. Men dedim buni siz 20-30 yil o'tgandan yani bir tayyorlik qilish so'rab baksam yo'q, yengilab turmasa qilmaydi. Ballar yengilib turdi, ballarniki o bilim yengilangan ekan, her davam bilimini yengilab turdi ekan. Şu bu jihatda biz ham men o'qitish yo'li bo'lish bilan, bir tadqiqot yo'li bilan bu yerdagi akademik muhit, professorlarninki astoydil ders tayyorlashi, postiyasi, o'quvchilarninki dars bo'lganlar, qizg'inligi. Çünkü hozir siz bilasiz, mesela nurg'un universitetlarda telefon bilan kompyuter yoki sosyal media bütün insanların nimisini egallab oldi mesela. Ama Harvard unda emas ekan. Qarsam ballar vaqtning o'zi pul ekan, vaqtning o'zi bir hayotning nimasi ekanda. Shu yerda jiddiy muomala qildi ekan. Hatto kutubxonalar 24 soat ichib o'tilgan hamda. Ba'zi kutubxonalar var, qachon 20 kechada kelsangizmi, ochiq ballar shu kitob ko'rayotgan. Buning o'zi bizga nimani bildirdi ekan desa, biz vaqtimizni haqiqatan bo'sh o'tkazibdi. Demek müşaninki vaqtidan müşa fursatdan foydalanish biz uchun bek muhim ekan. Ondaki yana birisi mening eskiğinim bu Harvardga kelib. Bu professorlar abiyam dedim biz birga yashadik bir uyda. Bek astoydil, bek samimiy, rostchil hamda hamma ishlarni shu darajada editlik o'rinlashtirdi ekan. Shundoq to'g'ri deysiz. Hem de Allah bütün dünyadaki insanlara 24 saatini o'xshash bergan demdi. Gap her bir insan o'zi shu 24 saatni bir kundagi qandoq o'tkazishda. Hem de Harvard'ninki hem de dunyoviy davlat universitet bo'lishida hem de birinchisi shu o'qituvchilarni aytsan xil, hem yangiliklarni yangilab turdi. Albatta o sahnaga chiqib dars o'tishmi unda qulay, oson emas. Undan boshqa o'quvchilarmi tayyorliksiz sinib kirmaydi. O sınıfta o kitap okuş ya bu emas şu hatta bazı haftada bir qatnashadigan seminarlik lecture derslarga 2,5 saatlik 20-25 kitap yana nurg'un maqolalarni o'qib shu munoziraga qatnashaligidek saviyada kirdigan gapkan sinfga. O munozira qatnashamsangiz u yerda vaqtingizni bekor, o kitobni o'qimasangiz munozira qatnashamaysiz. Mushundaq bo'lg'achqa bu yerda o'qiyotgan bolalarmi o'zining nima ish qilmoqchi, nima qilyotidi bunday aniq biladi. O'qituvchilarmi albatta bilimini yangilab turmasa, u yerda sahnada turib dars o'tamaydi. Aniq.
Bayam siz degandek albatta Harvard Üniversitetining kutubxonalarini aytdi. Yaxshi. Nurg'un universitetlarning yaxshi Amerikadagi kechalab ochadigan Mesela burun ben okugan üniversitedimi kecha saat 2-3gacha içip beretdi. Hatta kechida uyga ketolmay qolsak, masalan, mashinamiz yo'q bo'lib qolsa, maktab maxsus kechida kutubxonada qolganlarga telefon bersaklar mashina kelib, uyimizning oldigacha olib borib, hatto ishingizni ochqicha chiroqni yo'ritib saqlab turibdi. Shunchalik yaxshi mulozimat qildi-da, o'qiyman, bilim egallayman degan odamga yo'l shunchalik ochiq. Harvard Üniversiteti'de hem de çok küçük bulup 100'den artık kütüphane var. Şu her bir üniversite, enstitüt, hatta bazı bir bölümlerden ama özüge has ayrım kütüphanesi var. Şununla hem de bu bir bilim buluqı, her kandak kitap materyal tepilidu. Yok bulup kalsa, ma kitap mağı lazım dese, meyli okutukçu olsun, okugucu olsun, iltimas kısılam. Doğru. Ana xadimi dünyanın her kandak yerde olsa şu materyalını sizge tepip, ekep veriyordu. Doğru dediniz. Şu bu vakit pek mühimken, şu men şu bu onay pek kısa tuyuldu. Elik vakitning çaqı pek tez jo'gilayotgandek. Yani şu her qaytdim Harvard Üniversitesininki cho'ng kutubxonasiga kirsa, adam bir xil so'yinib ketadi ekan. Shundoq. Burroq bir yoshlik vaqtimizda bir kelib o'qish fursati bo'lgan bo'lsa, elim Allohga shukr, mushta bir fursatni Alloh taolo nasib qilganiga. Siz elimi yaş yana davamlıq okusak Oğlumuz ekran aldığındaki koşama yaşlığa dağıtımız var hem de. Doğru. Gayret kıysa. Mana muş. Ben oylap kaldım şu an. Muşundaq bir fırsatda, muşundaq bir bizning vaziyetimiz nayt egir müşaqqatli bir vaqtda. Xalqimiz müşa köplep okusa, dağlıq üniversitelerde. Keyinçe milletimizge, meyli ailesiga bir sahip çıkışta, şuna igi çıkışta pek muhim ekan. Çünkü bizning fikir qilish huquqimiz kuchli bo'ladi ekan. Shunda millatni qutqizamiz desak, oldi bilan o'zimizni qutqizishimiz kerak. Har bir odam o'zini qutqizganda, ayniq tez poyezdga yetishib chiqa oladi-da. Agar uning poyezdga chiqqan odamni so'rsangizmi, uchib qoladi. Shundaqmi? To'g'ri. Bu xabarlardan ta'sirotlar bekchiq, bu ta'sirotni ayrim yezyapman men. Bunun belki bir maqola, bir kitap chiqishi mumkin Harvardda. Çünkü her bir inçik noktalar, her bir narsa men acayip ta'sir qildi. Endi buni men Allah razı bir ta'sirotlarimni yezyapman, shuni bitgan vaqt xalqimga sunaman inshaalloh. Rahmat. Unda bo'lsa texim yaxshi. Hem en ahırda bu qatimqi shu ochiq suhbat programmalarini ekran oldida qiziqib ko'rayotgan dunyoning har qaysi joylaridagi suyimli xalqimizga deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor? Ko'p rahmat. Barliq şu dünyadaki ekran aldığında söhbetimizni ko'rayotgan barliq qarindoshlarimiz, xalqimizga ko'p rahmat. Men intayin jiddiylashyapman, rost gapni qilsam endi musha kelgandan boshlab xalqimiz jiqroq o'qisa, mishada endi masalan afg'onlarninki 20 lab har yili bu yil 20 son berdi masalan. Burun Suriyaliklarga berib ekan, Iroqqa berib ekan, yana nurg'un hozir Ukrainanikni jiddiy tutyapti. Muşunun hemmesi min acayip bir xillik bir taraftan hoş qilsa, bir taraftan milletimizga nisbatan bir jiddiychilik var. Nemish başqa bizning nurg'un ziyolilarimiz var. Bizden chaqnab turgan nurg'unlagan xalqimiz bor endi. Shular belkim bilinmagando yoki nim qilmagando. Shularning har vaqt ABM degandek ba materiallarni zat tayyorlab biz o'zidan ortiq nurg'un programmani 9 dedik, ama dunyoning har qaysi universitetlarida bu programmalar çünkü her vakit uçurdan zade önümlük paylanış gerekken. Yani yana birisi bizim şu Uygur alayda bir abim dedim az aç nimin asaklam biz soru beketine Ukraynalık ya Afganistanlık hem ya alayda programda ya jigemedim ya 30'dan sanıklı vardı. Yani Uygurlarım kegil bolamdı degende çok oylandım kelgenden kin. Yani direktörler aldığım gün paranlatsam o nayt ciddi qardı. Bek yaxşı fikir oturup koydu. Biz az dünyanın közü Uygur'da. Məlum cəhətdə etqə vaxtda Uygur məsələsi bir alayda bir məsələ. Dünyavi məsələ bu. Dünyavi məsələ. Bizdən ziyalilərimiz, alimlərimiz, nurg'unlagan bizninki akademiklərimiz vətəndə tutuldu. Sırtqı çıxış imkaniyeti yox. Bunu men tilgə aldım. Men bizninki xalqımızınki köp qismi bu yerdə çıxanmaydı. Endi sırtıdakilərni olsun biz bir urlaşdırdı üniversitelərə. Afganistanlık 20 san bersek 10 sanını Harvard'ın alılı. Yana başka Yale'den başlanmadı da keler yili muş bir program başlanış aldı durdu.
başka yani çoğun programның içine biz Uygur'un programımızdan 10-20 adam alılaydigan bir talep arzuyunu oturup koydum. Bu türgü mesul hanımı naat xuşallık bilan qabul qildi. Pek yaxshi fikir o'ylabsan, sen müşni tafsili bir qilsan, xalqqa bir tashviq qil. Ondan keyin biz programmani bir o'rinlashtiraylik. Çoğun qiyg'ili bo'ladi bu turni deb, menga bir ilhom berdi, umid berdi. Şu xalqimga deydigan yurak so'zin mush fursatda agar ikkilayotganlar bo'lsa, o'zi hozirdan boshlab harbiy holatda hozir bo'lsa, ekran oldi ko'rmaganlar keyin mumkin bo'lsa ko'rib mushni biz linklarni uvatdik. Har vaqt mush programmaga hozirlik tutulsa, chunki yenilinib turdi o veb-saytlar. To'g'ri. Hozir alayida Special Uyghur Project'da bir narsani men sunmoqchi. Bunu direktörden deyishdik. Bunu amalga kelar yilga biz bir o'rgatishga tirishib baqili. Men boshqa networklar bilan bir aloqalashib, bir yig'in ichib, buni bir kun tartibga qo'yili da'vatidi. Agar bunda bo'lib qolsa, siz bilasiz, hozir Xorvatga kelgan men ikkinchisi. 20 yil bo'libdi Xorvatmi shu programma. Demek 20 yılda ara 2 adam beriş. Afganistan'dan bu yıl kelgan 20 adam. Ukrayna'dan mesela onun 20 dek sambadi dedi. Men program yetakçısıydım. Uygur'un avval ulardan eğer biz ya o yakka kusamaymiz, bu yakka kusamaymiz, vatandaki çıkanmaydı. Ularning dövlət olğandan dünyanın hər qaysı yerləri bilan diplomatik münasibət qıla alaydı. Bizgin bir alayda bir sanqıb bəsanlar deb bunu bir alayda təşəbbüs qıldık. Şu anda xalqımız bolsa özünü məşu cəhətdə toğru kildikan men deganlar her vakit şu bir programmalarga diqqat nazarini bersa, uçurlarni tayyorlasa, dünyadagi har qaysi ziyolilar bilan bizning Uyg'ur ziyolilarimiz, olimlarimiz bilan ilmiy akademik munosabatlarni davomli qilib tursa, chunki tavsiya qilishcha bir aylanga telefon qilib uchirib qilib voy menga jiddiy yozib bering degil bo'ladi, ammo yanlaylik munosabatni davomlashtirsak bu tez bo'ladi, qulaylik bo'ladi deb o'ylayman. Shundoq. Anda yana birisi şu özünki ABM degandek her qaysi bayonlarni tayyor qilib tursa, har vaqt ko'z quloqi şu programmaninki vaqtiga, oxirgi vaqtiga diqqat qilib tursa, hech bo'lmaganda o'ylayman, endi bu programma Uyg'ur uchun bir fursat. To'g'ri. Eliqqa bir gap borken, Göher yatıdı sayda bayqımasan, onu bilmesen nemi payda deb. Emniyet bizning o'zimizning Uyg'urligimiz bir bayliq. Özümüzün Uygur'unki ma'lum sahadaki ziyoliligimiz bir bayliq. Özümüzün Uygurluk ma'lum sahada bir nurg'un natijalarni yaratib, shu sahada bizning ish qilishimizning o'zi hozir nurg'un fursatlarni ilib keladi. Shuni men o'ylayman, bir professor men shunday degan Xitoyda, Xitoy professor. Sen o'zingning ishini o'zing yaxshi qilmasang, g'ingshimin deb bilasiz, siz turklar. Özünün medeniyetini, tarixini, özününki işini en yaxşı qildigan adam yalnız sen. To'g'ri deysiz. Şunu sen doktorluk bilan men xizmatni bir nima qilib qolgan, shu chaq qaysini tanlasam bo'ladi deganda shu qo'limni yetlab turib, sen doktor o'qisan foydani olasan. Xizmatni qil, ammo ma fursatni bermadi. Demakchi bo'lganim men shu nurg'un Uyg'ur ziyolilarimiz o'zininki o'zida bor bo'lgan boyliqni xo'rtib etmasin, isrof qilib etmasin. Chunki bizga bir afet kelgan yerga omed keladi. Ayat xalqimiz azoblanyapti, xalqimiz qirg'inchilik uchraydi. Shunday sharoitda bir qismi xalq buningki bedeliga erishish kerak endi. Shu sirtda yashayotganlar, shu vatanda bo'layotgandan keyin qirg'inchiliklar ustidan biz cho'qim o'zimizni kuchlantirib, albatta vazifamizni ado qilishimiz kerak-da. Shunda olimja vaqtimiz oz qoldi. Oxirgi so'zlaringizni desangiz. Oldu ko'proq. Mening demoqchi o'g'lim endi bizga fursat bor, sharoit bor, sirtdan bizning erkinligimiz bor, iltimos qilish, internetlar to'liq, har vaqt to'g'ri chiqa olamiz, har vaqt olimlarimiz bilan uchrashib tura olamiz, mishtaq leksiyalar davomli bor. Shu fursatdan bir foydalansak, mushunga erisha olsak, endi millatga texnik yaxshi xizmat qilib bo'ldi ekan dedi. Men Xorvatga kelgandagi his qildim. Millat xizmat qilishning eng yaxshi usuli, ya'ni o'zimizning kasbini eng yaxshi qilish, o'zimiz eng yaxshi qiladigan sohani eng yaxshi qilish. Şu sahadaki alimlar bilan, mutaxassislar bilan, ziyolilarla uchrashib, Uyg'ur davosini menimcha texmi o'ylab chunqurlashtirish, kengaytirish biz ziyolilarga tushgan bir mas'uliyat burch ekan. Shunga ham demak, shu ekran oldidagi barliq xalqimiz bo'lib, ziyolilarimiz menimcha o'zining sohasida mush fursatga erishmagan bo'lsa, erishib tirishib qolsa, har vaqt shu bir fursat uchun bir izinib baqsa deb o'ylayman.
Rahmet sizge. Rahmet. Vaqtimiz sal qis bo'lib qoldi. Bugun bu programmani 45 minutdan 1 soatgacha o'rinlashtirgan. Agar qarindoshlaringiz savol bo'lsa, men chat boxga yozib qo'ysanglar, men ulanmalarni miya qo'yib qo'ydim. Keyin men programmani ovozga ilindi. Shuni to'rga qo'ygan vaqtda, shu to'r ulanmalarini shu programmalarni shu yerga tang yuklab qo'yib qo'yamiz. Andan keyin Uyg'ur akademiyasi to'rbatlariga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Har zaman foydalanib, shundan unumli foydalansak. Albatta, Uyg'ur akademiyasi bunday xizmatlarda biz ziyolilar bilan xalqning o'rtasidagi bir ko'riklik rolimizni joriy qildirib, shunday ishlarni vaqti-vaqtida uchur berib xalqimizga qilib turamiz. Hamda Olimjon apandi sizga ko'p rahmat. Oxirgi so'zimni qilsam, qadrli qarindoshlar, yo'l izlanguchilarga har zaman ochiq. Biz harmay, talmay ham bel qo'yib etmay izlansak, tirishsak, hammamizga fursat bor. Tirishayli, izlanayli, hamkorlashayli. Uyg'urimning har bir bosgan xayrli qadamlaridan gullar unsin. Hammanglarga rahmat, omon bo'linglar. Gulnar sizga ko'p rahmat. Ekran oldidagi barliq qarindoshlarga rahmat. Qarindoshlarim ko'p rahmat qatnashib berganlarga. Qatnashamag'anlar bo'lsa, buni keng taqib qo'ysak, butun mushunga kuchimiz bilan bir izlanib baqsak hammamiz. Rahmat qarindoshlar. Ishlayli.